Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 4-bosqich talabasi Bahodirova Kamola. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz tarbiyachi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi. Ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun barcha ishtirokchilar o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Hamkorlikning asosiy tamoyillari: o'zaro hurmat. Har bir ishtirokchining fikr va hissalarini qadrlash muhim. Ochiq muloqot, samarali aloqa va fikr almashish hamkorlikning asosi. Umumiy maqsad: birgalikda belgilangan maqsadlarga erishish uchun harakat qilish. Tarbiyachining roli: asosiy vazifalar: o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ijobiy muhit yaratish, ota-onalar bilan aloqani mustahkamlash, o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish. Muhim ko'nikmalar: empatiya va tushunish, muammolarni hal qilish qobiliyati, moslashuvchanlik, motivatsiya yaratish. O'qituvchining roli: birinchisi, bilim berish, zamonaviy usullar yordamida samarali ta'lim tashkil etish. Ikkinchisi, qiziqish uyg'otish, o'quvchilarda o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantirish. Uchinchisi, baholash, obyektiv va adolatli baholash tizimini joriy etish. To'rtinchisi, rivojlantirish, har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini oshirish. O'quvchilarning faol ishtiroki. Faol ishtirok: dars jarayonida savol berish, fikr bildirish, jamoaviy ish, guruh loyihalarida hamkorlik va mas'uliyat olish. O'z-o'zini namoyish etish, o'z g'oyalarini ishonch bilan taqdim etish. Samarali hamkorlik strategiyalari: rejalashtirish, umumiy maqsadlar va yo'l xaritasini birgalikda ishlab chiqish. Munozara, ochiq muhokamalar va fikr almashish sessiyalarini tashkil etish. Qayta aloqa, muntazam baholash va takomillashtirish jarayonini amalga oshirish. Hamkorlikning afzalliklari: yuqori motivatsiya o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Yaxshi natijalar: akademik ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanadi. Ijobiy muhit: sinf ichida qulay va qo'llab-quvvatlovchi atmosfera yaratiladi. Muammolar va yechimlar: muloqot to'siqlari. Muammo: to'g'ri tushunish va aloqa yetishmasligi. Yechim: muntazam uchrashuvlar va ochiq dialog platformalarini yaratish. Taqchilligi: muammo: hamkorlik uchun yetarli vaqt topilmasligi. Yechim: samarali vaqt boshqaruvi va ustuvor vazifalarni aniqlash. Turli qarashlar. Muammo: yondashuvlar va usullarda kelishmovchiliklar. Yechim: o'zaro tushunish va moslashuvchanlikni rivojlantirish. Amaliy tavsiyalar: ishonch muhitini yarating. Har bir ishtirokchi o'z fikrini erkin bildirishi mumkin bo'lgan xavfsizlik muhitini tashkil eting. Ikkinchisi, maqsadlarni aniq belgilang. Barcha tomonlar uchun tushunarli va erishish mumkin bo'lgan maqsadlar qo'ying. Uchinchisi, yutuqlarni nishonlang. Kichik va katta muvaffaqiyatlarni e'tirof eting va qo'llab-quvvatlang. To'rtinchisi, doimiy takomillashtiring. Hamkorlik jarayonini muntazam tahlil qiling va yaxshilang. Birgalikda muvaffaqiyatga. Tarbiyachi, o'qituvchi va o'quvchilarning samarali hamkorligini ta'lim sifatini oshirish har bir o'quvchining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarurdir. Birgalikda biz kuchayamiz. Ta'lim bu kelajakda ochilgan eshik, hamkorlik esa uning kalitidir.